dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Washington-Tehron tarangligi. Tramp qarori ortidagi yashirin signal nimani anglatadi? Ukrainada taxminan 20 kunga yetadigan yonilg'i zaxiralari qolgan energetika vaziri. Tahdidlar Erondagi beqarorlikni kuchaytirmoqda. BMT rasmiysi. Qodirovning avariyaga uchragan o'g'li Moskvaga olib ketildi. Tehrondan Surgundagi shahzodagacha. Rizo Pahlaviy qanday qilib umid ramziga aylandi? Media zona ochiqlandi. Putin strategiyasi Rossiyani qanday yemirmoqda? Erkaklar, e'tibor bering. Agar sizni tez-tez peshobga chiqish yoki pastki og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechimi bor. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prostamix 17 xil tabiiy giyohdan tayyorlangan kuchli formula. Prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikning oldini olishga yordam beradi. Mahsulot sinovdan o'tgan, ISO va halol sertifikatiga ega. 8 yildan beri minglab erkaklar tanlayotgan ishonchli mahsulot. Batafsil ma'lumot ekraningizdagi raqamlarda. Washington-Tehron tarangligi. Tramp qarori ortidagi yashirin signal nimani anglatadi? AQSh prezidenti Donald Tramp 16 yanvar kuni Eronga zarba berish masalasida qarorni hech kimning bosimi yoki da'vati ostida qabul qilmaganini ma'lum qildi. Sky News jonli efirida qayd etilishicha, prezident jurnalistlar bilan muloqot chog'ida arab davlatlari va Isroil rasmiylari uni Eronga hujum qilmaslikka ko'ndirgani haqidagi xabarlarni inkor etgan. Meni hech kim ishontirgani yo'q. Men o'zimni ishontirdim, dedi Tramp. Shu tariqa u arab davlatlari va Isroil rasmiylari AQShni Eronga zarba berishdan qaytarishga urindimi degan savolga javob berdi. Trampning aytishicha, uning qaroriga Eron rasmiylarining 15 yanvar kuni rejalashtirilgan 800 dan ortiq qatl hukmini bekor qilgani katta ta'sir ko'rsatgan. Prezident bu holatni insoniy omil sifatida baholab, vaziyatni qayta ko'rib chiqishga undagan muhim jihatlardan biri bo'lganini ta'kidladi. Avvalroq AFP 15 yanvar kuni Saudiya Arabistoni, Qatar va Ummon rasmiylari Trampni Eronga hujum qilishdan voz kechishga ko'ndirganini xabar qilgandi. Agentlik manbasiga ko'ra, bu haqda ismi oshkor etilmagan saudiyalik mansabdor shaxs ma'lumot bergan. Shuningdek, Eron tomoni ham Tramp Tehronni AQSh hujum qilmasligi haqida xabardor qilganini bildirgan. Ukrainada taxminan 20 kunga yetadigan yonilg'i zaxiralari qolgan energetika vaziri. Ukraina energetika vaziri Denis Shmigel parlamentda chiqish qilib, mamlakatning yonilg'i zaxiralari taxminan 20 kunga yetishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Rossiya tomoni energetika infratuzilmasini raketa va dronlar bilan nishonga olib, vaziyatni keskin og'irlashtirgan. Mulozim vazirlik rahbari kursisini bir necha kun oldin egallaganini aytar ekan. Eng murakkab vaziyat Kiyev shahri, Dnipropetrovsk, Kharkov va Odessa viloyatlarida kuzatilayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, u frontga yaqin hududlarda energetik inqiroz ancha og'ir kechayotganini, natijada minglab aholi xo'jaliklari elektr va issiqliksiz qolayotganini qo'shimcha qildi. Ayrim shahar va hududlarda qishga tayyorgarlik muvaffaqiyatsiz kechgan. Lavozimga kirishganimga 2 kun bo'ldi, ammo ko'plab masalalar ochiqchasiga to'xtab qolganini ko'rdim, dedi Shmigel. Vazir bundan tashqari Ukrainada urushdan zarar ko'rmagan birorta elektr stansiyasi qolmaganini ta'kidlab, qonunchilarga axborot berdi. Rossiya Ukrainaning energetika obyektlariga keng ko'lamli urush boshlangan 2022-yildan beri raketa va dron zarbalarini berib keladi. Bu ayniqsa qish faslida aholini elektr va issiqlik bilan ta'minlashni murakkablashtirdi. Favqulodda choralar sifatida Kiyev ittifoqchilardan zarar ko'rgan infratuzilmani tiklash uchun moddiy yordam hamda texnologiyalar qabul qilib oldi. Ba'zi aholi maskanlarida isinib olish hamda mobil qurilmalarni quvvatlash uchun maxsus punktlar tashkil etilgan. Har kuni bir xil holat: chanqoq, holsizlik, qand miqdorining me'yordan oshib ketishi. Qandli diabet shirin hayotni sekin-asta cheklay boshlaydi. Umidsizlik xastalikning g'alabasidir. Ammo bunday holatlarda ajoyib yechim bor. Sugarin sirapi qandli diabet bilan yashayotganlar uchun maxsus ishlab chiqilgan tabiiy mahsulot. Qon tarkibidagi glyukoza muvozanatini qo'llab-quvvatlaydi, holsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Qand kasalingiz borligini unutib ham borasiz. Tahdidlar Erondagi beqarorlikni kuchaytirmoqda. BMT rasmiysi.
BMTning yuqori martabali mulozimi 15-yanvardagi Xavfsizlik kengashi yig'ilishida AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan bildirilgan harbiy harakatlar haqidagi tahdidlar norozilik namoyishlari iskanjasida qolgan Erondagi beqarorlikni kuchaytirayotganidan ogohlantirdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. So'nggi bir necha haftalar ichida Eron Islom Respublikasi tarixidagi eng yirik hukumatga qarshi namoyishlardan biri sodir bo'lmoqda. Garchi hukumat tomonidan qo'llanilgan repressiyalar va bir haftalik internet cheklovi ortidan namoyishlar to'lqini biroz pasaygan bo'lsa-da, tahdid hamon saqlanib qolmoqda. AQSh ma'muriyati Tehron hukumati namoyishchilarni o'ldirishni davom ettirsa, xususan tartibsizliklarda hibsga olinganlarga nisbatan osish jazosini qo'llasa, harbiy chora ko'rish bilan tahdid qilayotgandi. Ammo keyinchalik Saudiya, Ummon va Qatar rasmiylari Trampni harbiy harakatga o'tishdan voz kechishga ko'ndirgani xabar qilindi. Washingtonning BMTdagi elchisi 15-yanvar kuni hali hamon barcha variantlar amalga oshishi mumkinligini aytdi. BMT bosh kotibining yordamchisi Marta Robe Xavfsizlik kengashi yig'ilishida xavotir bilan shunday dedi: Eronga ehtimoliy harbiy zarbalar berish haqidagi turli ochiq bayonotlarni xavotir bilan kuzatmoqdamiz. Ushbu tashqi omil allaqachon tarang vaziyatga yanada beqarorlik qo'shmoqda. Vaziyat yomonlashishining oldini olish uchun barcha choralar ko'rilishi shart. Eronning BMTdagi vakili G'ulom Husayn Darzi Washingtonni tinch namoyishchilardan geosiyosiy maqsadlarda foydalanishda aybladi. Uning so'zlariga ko'ra, Trampning bayonotlari Eronda tartibsizliklarni qayta alanga oldirishga qaratilgan. O'z navbatida AQShning BMTdagi elchisi Walls Washington Eronning jasur xalqi bilan birga ekanini bildirdi. Eron rejimining o'z fuqarolariga nisbatan qo'llayotgan repressiya darajasi xalqaro tinchlik va xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, deya qo'shimcha qildi Walls. Qodirovning avariyaga uchragan o'g'li Moskvaga olib ketildi. 16-yanvar kuni Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'li Adam Qodirovning korteji Grozniy shahrida yo'l transport hodisasiga uchragani haqida xabar berilgandi. Avtohalokatdan so'ng Qodirovning o'g'li Rossiyaning Moskva shahridagi shifoxonasiga olib ketildi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Fontanka xabar berdi. Nashr 16-yanvar kuni kechqurun Grozniydan uchib ketgan Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining An-148-100M samolyotiga e'tibor qaratgan. Samolyot haqida ma'lumot Flight Trader 24 da paydo bo'lgan. An-148-100EM bemorlarni tashish uchun ishlatiladi. Qayd etilishicha, Grozniy markazidagi sodir bo'lgan taxmin qilinayotgan avtohalokat joyida yo'llar berkitilgan va Adam Qodirov dastlab olib ketilgan. Respublika shifoxonasi yaqinida katta tirbandlik yuzaga kelgan. Shu bilan birga 16-yanvar kuni kechqurun Qodirovning shaxsiy Airbus samolyoti Checheniston poytaxtidan Moskvaga yo'l olgan. Flight Trader 24 ma'lumotlariga ko'ra, samolyot yarim tunda Grozniydan uchib ketgan. Ovga sizdirilgan xabarlarga ko'ra, 18 yoshli Adam Qodirov avtokortejda yo'lboshchi bo'lgan va juda yuqori tezlikda harakatlangan. Avariya vaqtida mashinalar bir-biriga urila boshlagan, oqibatda ko'plab odamlar jabrlangan. Tehrondan Surgundagi shahzodagacha Rizo Pahlaviy qanday qilib umid ramziga aylandi? Eronning so'nggi shohi Muhammad Rizo Pahlaviyning o'g'li muxolifat yetakchisi Rizo Pahlaviy mamlakatdagi siyosiy inqiroz fonida o'zini eronliklar kutayotgan shaxs sifatida ko'rayotganini ochiq bayon qildi. Uning ta'kidlashicha, jamiyat ichida chuqur ishonch bo'shlig'i yuzaga kelgan va aynan shu vaziyatda ko'plab eronliklar uni hokimiyat o'zgarishi jarayonida betaraf va birlashtiruvchi figura sifatida qabul qilmoqda. Pahlaviy o'zini siyosiy kuchlar o'rtasida hukmronlikka intilayotgan arbob emas, balki mamlakatni keskin qarama-qarshilikdan olib chiqishi mumkin bo'lgan muvozanatli hakam sifatida tasvirlaydi. Uning fikricha, hozirgi Eron jamiyati mafkuraviy bosimlardan, siyosiy repressiyalardan va diniy tuzumning davlat boshqaruvidagi ustuvor rolidan charchagan. Shu bois u kelajakdagi Eron uchun hududiy yaxlitlikni saqlab qolish, milliy birlikni tiklash hamda din va davlatni qat'iy ajratishni asosiy tamoyillar sifatida ilgari surmoqda. Pahlaviyning aytishicha, u hech qachon hokimiyatni kuch bilan egallash niyatida bo'lmagan va bo'lmaydi. Aksincha, uning sahnaga chiqishi faqat xalqning chaqirig'i va irodasi bilan bog'liq. Rizo Pahlaviy o'ziga bo'lgan e'tibor barcha eronliklarni qamrab olmayotganini ham tan oladi. Biroq ayni pallada ishonch izlayotgan muayyan qatlam aynan unga yuzlanayotganini yashirmadi. Uning so'zlariga ko'ra, odamlar aniq yo'l xaritasi, kelajak haqida ravshan tasavvur va zo'ravonliksiz o'zgarishlarni istamoqda. Shu ma'noda u o'zini shaxsiy ambitsiyalar emas, balki tarixiy mas'uliyat majbur qilayotganini ta'kidlaydi. Pahlaviyning bayonoti Eron ichida va tashqarisida turlicha baholanmoqda. Ayrimlar uni eski monarxiya timsoli sifatida qabul qilsa, boshqalar hozirgi tuzumga muqobil ramziy yetakchi sifatida ko'rmoqda. Shunga qaramay, uning chiqishlari Eron kelajagi atrofidagi bahslarni yanada jonlantirib, mamlakatda yuz berishi mumkin bo'lgan siyosiy o'zgarishlar haqidagi savollarni ochiq qoldirmoqda. Media zona ochiqlandi. Putin strategiyasi Rossiyani qanday yemirmoqda?
Ukrainaga qarshi olib borilayotgan keng ko'lamli urushda Rossiya armiyasining tasdiqlangan yo'qotishlari 160 ming kishidan oshdi. Bu haqda Media Zona xabar berdi. 16 yanvar holatiga ko'ra Media Zona ochiq manbalari asosida bosqin boshlanganidan buyon halok bo'lgan 163.606 nafar rossiyalik harbiyning ismini aniqlagan. Biroq bu ro'yxat to'liq emas, chunki halok bo'lgan harbiylarning barchasi haqidagi ma'lumotlar ommaga oshkor bo'lavermaydi. Xalqaro tashkilotlar va razvedka tuzilmalarining Rossiyaning umumiy yo'qotishlari bo'yicha baholari ancha yuqori. 2025-yil dekabrida NATOdagi yuqori lavozimli mansabdor shaxs Rossiya armiyasidagi o'ldirilgan va yaralanganlar soni 1,15 million kishiga yaqinlashishi mumkinligini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, noyabr oyida Rossiyaning o'rtacha sutkalik yo'qotishlari taxminan 1100 kishini tashkil etgan. Joriy yil 13 yanvar kuni NATO bosh kotibi Mark Ryutte Rossiya Ukrainada oyiga 20-25 ming nafar harbiyni yo'qotayotganini, ya'ni o'ldirilayotganini ma'lum qilgan. Bu ko'rsatkich 10 yil davom etgan Afg'oniston urushida halok bo'lgan qariyb 20 ming nafar sovet askarining umumiy sonidan ham oshib ketishini qayd etgan. Ryuttening so'zlaridan kelib chiqib, faqat 2025-yilning o'zida Rossiyaning o'ldirilgan harbiylari soni 300 ming kishigacha yetgan bo'lishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.